xalqarалық dаңlıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotları Şinjan Okyan Xalqaro savdo cheklanish shirkati bosh vakolatchiligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkazib va setishdan keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulot qo'ylandi. Okyan shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat amdisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sutda alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarni esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari. Assalomu alaykum ekaldagi qadrli ko'rmanlar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Uyu madaniyat tarqitish shirkati, Şinjan Bug'ra madaniyat tarqitish shirkati hamkorlash musobaqalar sungan cho'ng tutki san'at programmasi, Abida Ipak yo'li sadasi programmasi. Rahmat, ben Umid Tursun. Mana birinchi bosqichimiz muvaffaqiyatga oxirlashgandan keyin hamda ikkinchi bosqichimiz bo'lgan silah bosqichi ilib berish oldin turibdi. Diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida suda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida biopatexnik taraqqiyot cheklanish shirkati vakillarimiz omad tilaydi. Bu programmamizda mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan mehriy mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan Şinjan Ishbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta programmamizga qatnashgan mahirlarimiz, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, ular bo'lsa 1-chi darajaga erishgan mahirimizning Kamran buvoqlama mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran xalqaro savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Rahmat. İkinci dereceye erişken mahirimizde diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida suda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida biopatexnik taraqqiyot cheklanish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 3. dereceye erişken mahirimizni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan Şinjan Ishbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 4. dereceye erişken mahirimizde bo'lsa Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Şinjan Mo'tivar xalqaro savdo cheklanish shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Hamda sektimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa Şinjan muqam ansamblining yosh naqdisi otishdan kelgan mahir Kamil Jilil bilan televiziya e'loni ishlashni o'z kasbi va qiziqishi qolgan Qashqardan kelgan mahir İlyar Mamud. Nur sahnasidagi qaltis o'quvchilarimdan İlyar bilan Kamil ikki savodashni bir guruh qildim. Sahna amraim bilan qilganda İlyar inim bilan chiqdim. Bu İlyar inim bilan biz uzun yillik ko'p munosabatda biz yana jiq fikrlash orqali buni musobaqa deb o'ylamay bir sahnada yaxshi bo'lgan bir asarni, yaxshi bo'lgan bir naqshini yaxshi o'rinlab shu xalqimizga taqdim qilish hissiyotida bu Didar G'animat degan naqshini bizga bilindi. Bu naqshini yaxshi o'rinlab xalqimizga yaxshi bo'lgan bir ta'sir berish uchun yaxshi tayyorlik qildik deb o'ylayman. Bu ikkisiniki ovoz tusi ham shundaqla xalq naqshlarini aytish uslublari ommabop naqshga qaragan chog'da bakrak yaqin kelishini uchun bu ikki savodashni bir guruh qildim. Mening sahnam rayim Kamil e'lon qilgan kimlarni moduqda men nayt hayajonlandim. Bu jarayonda Munisa ustoz ko'p rag'batlarni berib nayt yaxshi tarbiyaldi. Men Nursangiz kirganimdan xush bo'ldim. Didar G'animat nomli naqsha musha ikki savodashga bo'lindi. İlyar inim oxirida sana sahnada zo'r qutlug'larni tilayman. İlyar, Kamil ishqinglarga eng zo'r qutlug'larni tilash bilan birga sahnada bizga eng cho'ng xush xabarni, eng yaxshi ifodalarni berishinglarni umid qilaman. Sayraşka gülzar ganimet İnsan üçün hayata dosyar ganimet Es-salamga cemlengen köngül sögisi Kende şirin söz ızhar ganimet Es-salamga cemlengen köngül sögisi
g'animat Tinch amallik sağlamlik zor baxit baylik Yaman ko'zdan saqlashqa tumor g'animat Kuch qudreting bor edi dostlarni qo'llab uzun yo'lda sinalgan tulpor g'animat kuch qudreting bor edi dostlarni qo'llab uzun yo'lda sinalgan tulpor g'animat Tenha yaşaş yalğızlık Ademge azap El cama erşide Hattar ganimet Töhmet eset adavet Tuğar zimmistan Dostlar mihri yaratkan Bahar ganimet Sürgün hayat muhabbet Dostluk peşniyet Ömürlük dost apadar Nigar ganimet Sürgün hayat muhabbet Dostluk peşniyet Nigar ganimet Kim bileydi o ketimiz Qaysimiz baldur Yo'qlab turgin do'stlarni Didor Kitimiz, qaysimiz baldur Yo'qlab turgin do'stlarni Didor g'animat Yo'qlab turgin do'stlarni Didor g'animat Bayatdinqi mushu muzikantlarimiz qaysi ansamblning muzikantlari? Bu Erkin studiyasini tabi bunga ism qo'ymadik, endi shu Erkin Abdulla do'stimizning tashkillashidan o'rinlashtirilgan. Erkin studiyasi shunaqa. Rahmat, sizlarga rahmat. Intan go'zal muzikalarni chaqardinglar. Rahmat. Takkas qutardinglar. Undaq bo'lsa, endi biz yetakchi ustozlarning bahasi bilan tavsiyasini anglab boqaylik. Oldi bilan Abdulla Abdurim ustoz. Didor g'animat degan naqshni yana bir qatim sahnada shu ustozimizni
Çuqum sig'indik sizlarning naqshanglar orqali. O'zaldimiz keldi. Bugungi sahnamizda sizlar bilan didorlashmog'imizmi bir taqdir. Mush yaxshi minutlarni, mush o'g'inish fursatlarini har bir qadamlarimizning, har bir nafaslarimizning qadriga yetishimiz kerak. Komiljon bizga intayin tunishliq naqshchi muqam ansamblida kasbiy o'rinda ishlayotgan. Bu Komiljon nayt avisim bor mening. Bu bir tajribalik naqshchi. Ondan ovoz sharoitimi haqiqatan yaxshi. Siz xotirjam har xil naqshlarni beravering da bu yigitga. Bugun İlyarning ifodasi alohida bo'ldi. İlyarning ovoz sharoiti aniqdan aniq Komiljondan bir oz tuvan. Ovoz sharoitida u birisida gunoh qo'yg'iloliga ish emas. Bu tug'mi bo'ladi. Musha naqshi degan narsa eng oldi bilan tug'ilgandagi bir yaxshi ovoz sharoitiga ega bo'lish kerak. Ovoz pardalari nihoyatda yaxshi bo'lish kerak. Undan keyin bu bola aql baliq bo'lgandan keyin buningda o'tdak bir muhabbat bo'lish kerak naqshiga nisbatan. Undan keyin bu muhabbat bo'lgandan keyin bir shu naqshini aytishga nihoyat yaxshi buyruq bera oladigan nerv sistemasi bo'lish kerak, nervoz bo'lish kerak. Demak, qonli ishlash kerak naqshni qanday aytishga. Qanday qilganda bizning naqshimizni anglayotgan kishilarga eng yaxshi holatda ifodalab bera olayman deydigan buyruqni so'qadigan bir sog'lom nerv bo'lish kerak. Mana shu narsalar oning kayindan tirishchanlik, uning kayindan uzluksiz tirishchanlik bo'lganda, aning kayindan bugungidek sahnada chaqnig'ini bo'ladi. Bugun demoqchi bo'lganim, Komiljonning sharoiti İlyarning sharoitidan yaxshiroq ovoz sharoiti. Lekin İlyar bugun intayin o'zining shu nihoyatda nozik ovozida butun hissiyotga yo'lab eng yaxshi holatda aytishga tirishdi. Ishqillarning mush naqshi orqali oldida tabriklaymiz. Rahmat. Oldi bilan men sizning ansamblinglar to'g'riliq va parang qilib kelyapti. Ansamblinglarning julasi bor-ku. Julasi bor ekan. Bu bolalarni baldur chiqib ketib qoldi, lekin haqiqatan bir bu bolalarni rag'batlantirish tegishli bolalar ekan. Tavsiya nuqtasiga kelganda men İlyarning ovoziga amroq. Men bu ukamga amroq, ovozim amroq. Lekin amaliyot nuqtasida bugun Komiljonning ifodasi biroz ustunroq bo'ldi. Shuning uchun men Komiljonga tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Dilshod Raydon ustoz. Didar g'animatni odatda biz burun bilgan vaqtlarda odatda shu media bilan ishlaganlar va ko'parak shu dutatan bir sata shularlar shu tankash, o'xshash tankashlarlar, o'xshash melodiya tankash. Biz bundan keyingi shu o'rlash texnikalarimizni, saviyalarimizni o'zgartgan bo'lsak shaklni kashfchi ashta bizni burun klassik chalavermayli. Hozirlar shu milliy muzikalarni aralashtirib chag'acha qanday qilib akkord qismi qanday elindi qanday to'xtaydi buni tadqiqot qilgan. Shu hozir sizlar men chilishinglarga men qiziq qoldim. Balki shu oldilar dutavlar bir shu Dilmuratni ayt yaxshi chaldi. Ondiki Erkinning pianoga ayt ipi bor. Farruh bo'lsa bizning idoradagi yaxshi yetilib chiqayotgan dabchimiz. Umar mana O'zbekistonda o'qiyotdi. Bu Şinjan'da atalık neyçinin birisi. İkinci, ikisinin avazı kesem, kameralar ben bile işlerdi bir idarda. Bu inimizden avazı, Bayatın Abdullah Abdurrahman efendim taktılıp etti. Kamiljonning avazı biraz kılın. Kılırrak avaz. Şuva, kıl bir erle, resmi, şu boyuturk şırayı koşaydı avazı. İlyarning avazı, bu süzük ki. Bu nipiz avaz, nipiz süzük, yoruk. Işkala aşı okşamagan bir xil yeni açı bir uslupta. Gerçi melodiyasını buzmagan şekilde hissiyatını qotıp ettiğinle akşına. Bu bir ilgirleş. Hakikaten bir ilgirleş. Ben zor kaldım bundan. Müzikanın şilişmelerini etişinler bu bir bırak hemen bir gevdeleşkende buna ait yaxşı bir yeniç bir nes boptu.
Sen ovozing bayatma qilin deb dedim. Shundab turg'liq, yana sen inchiq puroqlarga jiqtirishibsan. Hissiyot berdigan jiqtirishyapsan-yu, lekin yana dasimatga yer bor. Demişsen ovoz sharoiting sening qilgan shu qilmoqchi bo'lgan yeringga ovoz sharoiting toza yar bermadi. Shuni da bitirishib qilding. Bu masalani hal qilish kerak. Cho'qim tiniqqa. Har bir qitim, har bir nimada tiniq olgan chog'da qilgan iniqli chiqib qoldi. Tiniqing do'ng, to'yanga tushmadi, cho'nqur tushmadi. Tiniqing do'ng. Tiniq do'ng, ma past tiniqni bo'lsang, uni chiqargan chog'da biroz qiynalib qolsa. Bunu ma kimga İlyarga bu talabni qo'ymaymiz. Bu chunki kasbiy san'at emas qo'yamiz-a, hammalar. Anda olganda sen o'l darajalik bir kasbiy san'at demakda ishlayotgan artist bo'ldi ekansan, buningdagi naqsh hayotingda mushu jihatdan sen izlanmasan bo'lmaydi. Bo'ldi. Ammo naqshni shunday chiroyli, yaxshi hissiyotli, shu tizlaringni egib tushishlaring shunday yaxshi. Chiroq qiyofating, sahna qiyofating shunday yaxshi. İlyar, sizning ovozingiz yo'roq. Sal nipizgan, yo'roq, jarangliq, suzik ovoz. Naqshni sizmi shunchalik hissiyotli yaxshi aytdingiz. Komildan qilishmaydi sizning hissiyotingiz bu. Ikki yilinglar shu o'xshamagan ikki ovoz bilan shunda o'xshash puroq shivlarni ilib, mana naqshni shunday yaxshi o'rninglar. Mening tavsiyam İlyar. Rahmat ustoz. Adila Sadiq ustoz. Didar G'animat degan naqshini o'zinglarga nihoyat o'zlashtirib, o'z alayliginglar bo'yicha xuddi o'zinglarning naqshidek o'rindab chiqibsizlar. Men bundan shunday mamnun bo'lib ketdim. Ko'nglimdagi gapni qilsam, bu naqshchi degan kasb, bu san'atchilar ichida nihoyat did talab qiladigan bir kasb. Shuningda bir 10 ming odamning ichidan 1000 odam aran naqshchi bo'lsa, komil shu 1000 naqshchi ichidagi 10 bo'lalaydi ekan. Shunga meningki ilgari Kamil aytgan o'z hol muqomini anglaganman. Anglab ikkinchi Yusufjonni ko'rgandek bo'lgan amal yo'q naqshchi tiptikiladinka-ku bular. Shunga Kamilga amalim yo'q. Shunga tavsiya qilganim yanada Kamil. Rahmat. Nurnisa Abbas ustoz, bahoringiz. Bu yerda Kamilning ovozi yaxshi ekan. İlyarning ovozi toza yaxshi emas, tug'mi undaq, tug'mi bundaq yoki bo'lmasa tirishish jihatdan sal vaqti bor ekan deb tanlamaydigan ishni qilmayman. Chunki bular nur sahnasiningki kechiligini qilyotdi bugun. To'g'ri. Rahmat. Nurnisa ustoz. Ozroq qo'yilish yo'q. Odatda e'lon ishlash bilan shug'ullanib ekanmiz, a? O'rgangan kasbim shu e'lon operatorlik, lekin yanlam qiziqadiganim yurakdan yaxshi ko'rdiganim shu naqsh. Mushu naqsh aytdi, shunday qo'l. Unda bo'lsa, bugun amaliyotda bu bir intayin klassik bo'lgan, nodir bo'lgan naqsh. Masalan, ammaylandagidek kichigimizdan tortib hozirga qadar amda intayin yoqtirib anglab kelayotgan naqsh. Bu naqshni olgandan keyin qo'lingizga besim his qildingizmi? Men burundan shu ommabop naqshlarni aytib ko'nganim, o'zim Qashqar tarafdan bo'lgandan men g'ulchilik naqshi g'ulchi og'indagi ijodiyatlarni aytishma bir qadar ta'sir qildi. Uning ustiga raqobatchimi bek besim bo'ldi Kamil kamdan. To'g'ri. Ishkelam burundan konuşib olsaqmi, lekin keyin shu musobaqaga adam e'lon qilgan vaqtda Kamil kamdan chiqib qolib bek jiddiylashib ketdim endi. Menga besim bo'ldi, lekin men shu jarayonda ustozning yetaklishi bilan ustozim nihoyat ko'p ajrasam dedi. Rahmat ustoz. Shu ustozning yetaklishi bilan degan endi yaxshi desak bo'ladi endi. Rahmat. Amaliyotda bugun men bunda qarsam biz bir kechilik ko'rdik dedik. Mushu mohirlarning mayli Abdulla akamning bo'lsin, mayli Dilshod akamning bo'lsin, mayli Nurnisa adamning bo'lsin, yo'q mohirlarningki bu psixik saposi bek yuqurga. Bo'lib mushu sahnaga chiqoqdi, har qanday qadam jiddiylashadi, titrab ketadi, hatto mushu ovoz chiqmay qolgan ahvollar bor. Ammo bu mohirlarning mushu ifodasiga qaragan vaqtimizda mushu psixik sapoatini ro'rs tarbiyalabdi deb hayron qoldim sizlarga. Ras, rahmat ustozlar sizlarga, rahmat. Rahmat. Alaqas Kamil. Siz endi o'zingizning ustozlari ham shu o'zingiz endi kasbiy naqshchi shunday qilmish ustozlarning oldida bu naqshni o'rindashdan qo'rqdingizmi? Bayatding'a endi qo'rqmagandek qilganingiz bilan rostmi shu chin hissiyotingizni anglagan bor mening. Rostga qilsam azroq tantirdim. Lekin yana bek qo'rqib ketdim desam yolg'on gap bo'ldi. Ancha qo'rqib ketmadim men. Chunki buni naqshni aytib pishqan bo'lg'achqa men o'zim ko'nganda va muqam aytib milliy praktik narsani aytib qilgan ekan. Shunga bu naqshni ustoz bizga bergan vaqtida qardim İlyar endi mushkilimiz chiqdi. Buning endi
bu aka bu naqsha endi qanday bo'ladi dedi. Biz endi qaysimiz chiqib ketamdik. Qanday bo'ladi shu naqshani yaxshi o'rganib, yaxshi aytib qilsak bo'ladi, hamda tang hamkorlashib qildik. Chiqib yaxshi o'rinliq chiqilamiz deb o'ylayman. Ishkanlarni hamkorlik ostida mana intayin nodir bo'lgan muzikadan birini olib keldinglar, shundaqmi? Xo'sh. Nurnisa Abbas ustoz. Sizlar İpek Yolu Sadası Xush Ovozlar Seynasi programmasida merhum Töhtkar hürmetli sazaver ustozimiz Abeydulla Turdi efendimning eng esil nadir asrini o'rinlab mushu sahnada turibsizlar. Meningki oxirgi qarorim ikkinchi aylanma musobaqaga nur sahnasidan qo'lidagi mash'alni yana davomli ko'tarib mangadigan o'quvchimning ismi bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari Abide soda suyunun huzuru başqacha. Abide soda suyu. İkinci aylanma musobaqaga nur sahnasidan qo'lidagi mash'alni yana davomli ko'tarib mangadigan o'quvchimning ismi Kamil. Muborak olsun. Rahmat. İlyas. Başdan tatib hozirgacha shundoq jiddiylashyapmiz. His qilyapman. Abaydan qo'lni tutgan vaqtimda laq titrab ketdi. Hozir yana jiddiylashyapman. Hozir yaxshi. Hozir yaxshimi? Undan qolsa shu yaxshi bo'lgan kayfiyatimiz bilan chin hissiyotimizni bir so'zla aytaylik. Gerçi tirishgan bo'lsam-mu, o'zimning yana nurg'un ojizlik taraflarim borligini o'rgangan, ya'ni nayt ko'pligini bayqadim. Mush jarayonda ustozlarmi Nurnisa ustozim bekchiq darslarni o'tdi. Mana qilaman. Nurnisa ustozga, Kerem muallimga, Dilshod muallimga, jalb tag'in barliq tomoshabinlarga, ustozlarga rahmat aytaman. Rahmat. Mening shu sahnaga erib chiqishga turtki bo'lgan ota-onamga, o'rtoqlarimga rahmat aytaman. Ota-onalaringiz salomat bo'lsin. Xo'sh, bilan kumush ko'mayda yaxshi natijalarga erishgan shundaqla Ipak yo'li sadasi programmasida o'zining sho'x naqsha aytish uslubi bilan yetakchi o'qituvchilarning yaxshi bahosiga erishgan Roza Saylan qizi. Nur sahnasidagi eng qaltis o'quvchilarimdan bo'lgan Rasul savoddash bilan Roza Saylan qizi ikki savodashni bir guruh qildim. Men Nur sahnasiga qadam tashrif qilganimga bek xursandman. Nurnisa Abbas ustozimga rahmat aytgim keladi. Mushman ishinib men tarafga burilib meni tanlaganiga men bek xursandman. Shu ustozimning, ota-onalarimning, qo'm qarindoshlarimning, do'st birodarlarimning hammasining umidini aqlashga men chin dilimdan tirishaman. Roza Saylan qizininki ovozining tusini men shaxsan o'zim bek yaxshi ko'raman. Shunchalik chiroyli. Endi bu ikkisining bir guruh qilishimning sabab ikkalisi texnik jihatda yuqori saviyaga ega bo'lganligi uchun girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. Vivo per lei dentro di te. Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande l'amore, produce. Io vivo per
per lei perché oramai io non ho un altro via d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Yine müziklerde Hılmadan yine kudüse Gümüğü felik bok dediyorsunlar J'existe pour elle Vivo per lei la musica, J'existe pour elle vivo per lei la unica. Io vivo per lei Io vivo per lei, io vivo per lei ishkanlarning naqshi aytishi hamda tuvandagi shu ustozlarimiz yoki bo'lmasa ekran oldidagi shu ko'rurman do'stlarga qanday ta'sir berdi mening ko'z oldimga shu Disney klubining kinolari bor. To'g'ri. Shu kinolarning, shu karton filmlarning ko'rinishlari ko'z oldimga kelib ketdi. Bir boshdan yugurib chiqdi. Bak yaxshi aytdinglar, rahmat sizlarga, rahmat. Biraylan Qozog'istondan kelgan Rasul Qurbonov, yana birisi bo'lsa bizning chiroyli kelgan qozoq qizi Roza Saydan qizi. To'g'ri. Unda bo'lsa endi biz yetakchi ustozlar zodi qanday baholan berdik, birlikda anglab boqaylik. Abdulla Abdurim ustoz. Bak chiroyli birlashish bo'ldi ya. Bu naqshning qiyinlik nuqtasi xeyli bor. Buningda hissiyatmi oldida turdi albatta, lekin yaxshi bir ovoz sharoitiga ega bo'lmagan naqshlar asonlikcha bu naqshni qo'lga olmaydi. Roza Saylan qizi singlimizsa, nihoyatda bak chiroyli ovozi bor qizga. Siliq bu menga ta'sir qilgan yeri bu qizning bosh tarafdagi, oldingi qismdagi naqshning o'ttirdan bo'lsak, oldingi qismdagi hissiyotlarni aytib joyida. Masala ko'rildi desakmi endi oz. Eng oxirgi qismda bir oz ko'rildi. Endi Rasulga kelsak, Rasulning bu naqshiga tutgan muomalasi, pozitsiyasi, uning hayojini, hissiyati ham ovoz sharoiti ham texmo bu naqshiga mos keldi deb o'yladim. Uni ovoz doirasi meni bugun bir oz qoyil qilib qo'ydi. Burunqidim. Oldingi qatimda men bu yigitning naqshisini angladik-ku hammamiz. Biroq men qatimda bu o'zining ovoz doirasini to'liq aks ettiryotdi. Tönini, yuqorisini, ojizini, kuchini, hayajonini, hissiyatini. Tavsiya masalasiga kelsak, men Rasul Qurbonovni tavsiya qilaman. Rasul Qurbonov. Dilshod Raydon ustoz. Ekin bagana aytқан осы әніңдерді естіп мен өте қуандым да. Сонда жоғары сәуебен орындадыңдар ма әнді. Шындақ яқшы еттіңлар, жоққыр сәуеді де. Ауазыңыз бопыма Расулдың ауазы карамет жоққыр шықыды ке. Әнма Роза Сайлан өзіміз саңдысы алдың қытып келген жағдың сәнді чаң шықырып еткен. Шыққанлар шындақ birleştirişte so yok, машина birleştirişte. Peçet. Acayip yaxşı. Nurnisa Abbas xanımның bu grupsiga mening tavsiyalarim Roza Saylan. Roza Saylan. Rahmet. Adila Sidiq ustoz. Yipek Yuli sadasi xush ovozlar saynasi programmasiga xush kelibsizlar. Men gapni qisqaroq qilay. Meniki fikrimmi shu ustozlarning fikriga o'xshash. Lekin men bir narsani his qilib qoldim. Haqiqatan bir qiyinlik darajasi intayin yuqori bo'lgan, yuqorisim bor, to'yinim bor, shundaq agar o'zini rahat holat qo'yib aytganda suvni ustida laylagandek boshlab naqshini. Andan keyin butun kuchi bilan tog'ning cho'qqisiga o'rlab, eng cho'qqisi turib bir xitob qilib o'tib baqirib, yana qaytadan suvni ustida laylagan bir xotlamlashtirilgan bir naqsh ekan bu. Buningda Rasul naq mushtaq xotni 0dan boshlab eng 4-xotga chiqib, eng avdisini aytib o'tgandan keyin, yana shapida 180 da so'qayotgan yurakni 100 ga ekilib, nayt qisqa vaqtning ichida shu suvning ustida laylagan shundoq ovozni bizga rohat chiqarib beradi. Buning o'zi nayt yuqori texnik talab qildi. Shuning uchun men Nurnisa odamga Rasulni tavsiya qilaman. Xo'sh,
Nurnisa Abbas xanım. Qani, baharınızı ayting. Mening baharim bu nur sahnasidagi yana bir qaltis o'quvchilarimning qatoriga kirdi. Men bergan topshiriqni nihoyat yaxshi o'rinladi. Roza Saylan qizi fransuzcha etdi. Bu o'quvchimiz o'zi millati qozoq, bizning qarindishimiz Qozog'istonda o'qiyotdi. Rasul Qozog'istonlik mushu bizning diyorimizga kelib Xanzu til kasbida o'qiyotdi, o'zi Uyg'ur. Bu ikkisini bir yerga akilish nihoyatda biz bir yerga kelib qolgandek bir xil bo'lib qoldi. Lekin men bu ikkisini bir yerga akamsam, go'zallik bir naqshning go'zalligi chiqmaydi. Men qanday qilishimni bilmadim. Endi azroq o'ynadim. Azroq. Ishqillar, siz fransuz tilida, siz italiya tilida. Siz fransuz tilida o'qigamsiz? Men qanday endi naqshini үйреніп аламын, қай тіл болса да. Koreya tilінде Koreya tilini o'qigamsiz? Yo'q, naqshi. Naqshlarni үйреніп аламын. İtalya tilini Yo'q, o'qimaysiz. o'qimayman. Buni unaqa olsa ishqillar qanaqa qildinglar? Yezib ohangini anglab turib yezib turibmi? Uyyo. Ishqillar ma'oyliq akkord teriga kelgan vaqtida bo'libmi shu akkord ham menga bakkilik deb avjisiga chiqqanlik uchun boshqacha bir xil to'xatda chiqib ketdi. Oshadik. Sen mushu musobaqa tugish to'qiga aylanib ketgan bo'laymi? Oxirmish pay chiqib ketadigan bo'ldi. Uning oqlig'i meni o'taqa. Chanmig'idaklar uning furaqmi shunchalik darajada joyda. Endi sizning eng oxirgi qaroringizni chiqiradigan paytmi kelib qoldi. Qani, ishqillar qo'linglarni beringlar. Nur sahnasiga biz bilan birga mang'alaydigan o'quvchimning ismi Karvan marketleri. Karvan marketleri bölümü marka engaldırış, kasbiy marka loyihalash, shirkat karxon qurish, buxgalterlik maslahatchilik qatorliq mulozimatlarni bajardi va har qaysi yerlardan vakolatchi qabul qildi. Karvan marketleri bölümü marketlaringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qoldi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. Hey! Talant sizde. Yesil tem, abide alma ve limon temlik soda. Biz bilan birga mang'alaydigan o'quvchimning ismi Rasul Qurbanov. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Men rejissyorlar guruhidan Roza Saylan qiziga yana bir qaytam fursat berib, Nur sahnasiga to'liqlab berishini umid qilaman. Xo'sh, unda bo'lsa rejissyorlar guruhi sizga qanday javobni berdi? Kutib turaylik, ha? Rasul Qurbanov Nurnisa Abbas xonimning tanlashi bilan keyingi bosqichga o'ngishli qadam qo'ydi. Endi Roza Saylan qiziga kelgan vaqtimizda Nurnisa Abbas xonimning iltimosi bilan rejissyorlar guruhi o'ylashib ma'qulladi. Keyingi bosqichga tarqatildi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Ustoz talabchan va bilimlik bo'lsa, o'z shogirdining ortiqchiliklarini bayqay oladi. Nurnisa xonimning o'tkir nazari Rasul Qurbanov va Roza Saylan qizining talantini bayqadi. Hem her iki mahirni tanlab oldi. Muborak bo'lsin. Diyarımız içimlik sahasida o'z oldiga Abida Soda suvi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot shirkati mohiyatlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizda mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan mehriy mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan Xinjiang Ixbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, programmamizda qatnashgan mahirlarimiz, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, ular bo'lsa 1-chi darajaga erishgan mahirimizning Kamran muvaqqat mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran xalqaro savdo shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirimizning diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida Soda suvi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizning har millat xalqining
sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizda bo'lsa Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Mo'tabar xalqaro savdo cheklik shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Endi sahnimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Murodil Muxtar bilan Gulnigar Mahmud. Yana bir guruhi bo'lgan bir o'g'il, bir qiz bor. U bo'lsa-mu Murodil savodishimiz bilan Gulnigar savodishimiz. Men bu qatimliq musobaqada nur sahnasiga kirgandan keyin o'zim bayqamagan nurg'un xatoliklarimni bayqadim. Hamda Nurniso Abbos ustozimning yetakchiligida nuqsonlarimni asosan tugatdim deb qarayman. Murodil bo'lsa, san'at institutida o'qiyotgan bir o'quvchi. Nur sahnasiga qabul qilingandan keyin Nurniso ustozlarning yetaklashi ostida o'zimga nurg'ulg'an bilimlarni to'pildim. Bu qatim Junun degan naqshni xalqimizga olib keldim. Gulnigar o'quvchimiz bo'lsa, xalq ahonga, Uyg'ur klassik naqshlarga qarab mangdigan o'quvchimizda. Shuning uchun bu ikkisini ovoz tusini o'ylash jarayonida ikkisiga ayrim naqsh berdim. Gulnigar o'quvchimiz Junun nomli naqshini, Murodil savodchimiz Shahar kechisi nomli naqshini aytmoqchi. Bu ikkisi ayrim holda o'zininki talantini namoyon qiladi. Murodil bilan sahna hamroyi bo'ldim. Murodilmi yaxshi bir naqshchi, Murodilg'imi yaxshi utuqlarni tilayman. Bu ikkisining ovozi ikki xil. Musobaqa ikkinchi, do'stlik birinchi bo'lgandan keyin sahna hamroyim Gulnigarga yaxshi utuqlarni tilayman. Sizlarga utuq tilayman.
kecha amra bo'lib menga yetdi g'amkin kuylarini aytar kecha xabarib kelar shamol aman bo'ldi yiroqga aman bo'lg'in gulya to'malarga cho'kkan kechirik kisham yolg'izlikqa cho'mgan bu joyda kishilar osmondagi yulduz binolarga ko'chgan mangu uxlamaydi kechidagi shahar kechidagi shahar göz aldımdan gitmeydi az beni görsekler bağlılık geçişler mengim ağa emran göz aldımdan gitmeydi az beni görsekler bağlılık geçişler mengim ağa Mengü bana Mengü bana o'xshash bo'lmagan puraxtiki naqshlar ustozlar qanday baho va tavsiyalarni qildi alaylik Adila Sidiq ustoz xush kelibsizlar Rahmat. qarab baqsam Muradilninki shu hozirgi zamon uslubdagi naqsha aytishda saviyasi texnikasi bakken hamda singlimiz Gulnigarmu naiti bir qiyliq darajasi yuqori bo'lgan Junun degan naqshini tanlabdi. Shundaqla buningki tankash muzikasi shunchalik pokiz o'rindilayotgan ekan, Gulnigar qizga biza besim bo'ldi. Chunki ovozni naiti suzuk chiqayotgan ekan, uchiq ovozda ovozninki qaygan yoki turaqliqmi hamma narsa mana deb ochkorinib turdi. Ikkisini agar cho'qim birni tavsiya qilishga to'g'ri kelsa, men shahar ketsi degan naqshni o'rindigan Muradilni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Abdulla Abdurahim ustoz. Muradilning naqshimi yomon bilan yaxshi chiqdi. Bu naqshni unda aytib oldi. Andin Gulnigarning Junun degan naqshini hammamiz biladigan naqsha. Biroz yuqorga maqizning ovozim yuqorga. Naqshi o'zimi yuqori bekitilgan. Bu naqshni o'rinlashmoq xeyli tas. Men Gulnigarni tavsiya qilaman. Gulnigar. Rahmat ustoz. Dilshod Raydon ustoz. Muradil bilan Gulnigar ikkalasi o'xshash bo'lmagan ikki narsani o'ylab ketdi. Muradilning o'rlash shakli bek yaxshi. Bir sandiq, bir bas, bir gitar bilanlar. Chilishinglar nayt yaxshi bek payza. Naqsh ovozingiz yo'riq ekan. Nayt yaxshi aytdingiz. Ba'zi zaman yoshlarning o'rlash bir fungas eng oqsiq bir yerda quyuq ketgan bir yerda keynimda chavak bek chiqib ketdi. Mangu degan yer bo'ldi. Ashtayalar dedim. Yaxshi. Senada bir yoshlik urg'ib turdi-ku. Gulnigar kelsa, Gulnigar mana Junun degan naqshni aytdi. Bu Junun bu naqshni men bir esga tushirib, bu Abayat Abdulla Abdulmda hammalarning tonish naqshlar. Bu iliq xalq naqshlar. Asli xalq naqshi. Buni hozir xilma-xil uslublar bilan aytdi. Ma'lum birlarim aytgan xato aytib qo'ygan. Xato aytib qo'yib, bu nurg'un yoshlarga xato ta'sir ko'rsatdi-da. Shuna xato o'rganib olib bordi buni. Bu teksilishdilar. Sening jining ey ayarey
mening jinim. Ay, bunda bir şivlik bunda ahang. Bunu sening jining ey mana aytgan bir aytib nurgul yoshlar mashta qilgan oldi buni. Qapqara ko'zim qatab jo'ndan bir nechta naqshlarni xato aytib qo'yganlar bor bizning ataliq san'atkorlarimiz uchun, jumi. Shundan bu boshqa funga boshqa uslubda aytilyapti, lekin tankash muzikal o'zgargan bilanmi, surat ostlangan bilanmi, lekin Fırak özgərməyib. sening jining ey ay mening jinim. Bundaq isi bo'ladi. Puraqdan chiqib ketma, ya ishtiltamda, ya aziltamda chiqib puraqdan chiqib ketmasi kerak. Xato aytib qo'yib qo'y. Men bir qizdim, birinchi qidim ovozi qaydadan degan tekis silish xato. Tekis silish. Bir jan emasmi deganda bir o'sha tak oldida sevaldi. Bir bo'g'im oldida. Shuning uchun siz mushnaqni aslini anglang. Xalq naqshini davcha nasrni yoki boshqa kimning o'rlangan olsun, o'sha naqshlarning o'rlangan ustozlarning aslisi qanday aytildi? Shuning bu bir naqshni o'rgangan buni aslisi zodi qanday? Mushu surish qilishimiz kerak. Yuanchang dedi Hansucha, yuanchang bak muhim. Ashu qanday qolsa to'g'ri. U keyin fanjaqqa o'zgartganlarni ichida u chatoq chiqadi. Ovozingiz bak yaxshi shunday yuqori. Sizlar qo'diq shu. Endi boshqa masala yo'q. Tavsiyalaringiz? Tavsiyalarim yana Muradil. Rahmat ustoz. Xo'sh, unda qolsa Nurnisa Abbos ustoz. Ustozlar aytgandek ikki xil uslubda, lekin zo'q elish har bir odamning o'ziga bog'liq, anglishiga bog'liq, huzurlanishiga bog'liq. Shuning uchun ikki xil uslub bo'lsa-mu, lekin ikkalisi aytdi, obdan yaxshi o'rinlab keldi. Ham ko'p tirishdi. Muradil, bu o'quvchim menga aytdi, yoqdi. Qanday desa, o'zim chaqqan kasbdimi, bizning nur sahnasigimi kim meykadi sözü yugurib ishini qiladigan bek isil bola. Kasbiy axloqim yaxshi. Darslarga yaxshi qatnashadi. Ikkala o'quvchim o'xshash darajada. Men hozir tanlayolmayman. Azroq o'ylash. Azroq o'ylash. Unda qilmay tanlang. Unda qilmay. Aldirmay tanlang. Gulnigar, siz shu dastlabki vaqtingizda bayatimiz Nurnisa Abbos ustoz aytgan shu naqshini o'rinlagan to'nsina Yevropa uslubda hisobda. Ham bu naqshini shu xalq milliychi puroqqa ega bo'lgan, bunda quyuq milliychi puroqqa ega bo'lgan naqshini qo'lingizga olgandan keyin chuchigansiz a? Anchalik chuchib ketmadi. Oshdimi? Chunki o'zim burun muqom xalq naqshlarini aytishni pek yaxshi ko'raman. Shuningga. Ana qolsa shu mashq qilish jarayonida sizga tas to'xtagan bir yer bormi? Yo'q, shunday-ku. Yaxshi, xo'sh. Muradil. Bak erkin-g'o sahnada. Oshda ugatdi ya muqamat. Oshda ugatdimi? Ustoz oshda ugatdi. Nima deb ugatdi ya shu? Mushunaqa o'zini qo'yib berish, erkin qo'yib berishga Nurnisa Abbos qandaq bir sirliq bir maxfiy retseptlarni qo'llanib bir narsa yig'izvatdim yo. Men deb birayma yangzangni chiqarib debdi. Olgan bola deb. Men cho'qim suiqash etib biraman, shu suiqashni. Suiqash etibadimi? Etibadi. Bir qatim chaqamnozdami? Ya aldırma çakırma. Chaqirma deyapsiz. Çünkü men o'xshash bekkelik jidon ketib qolmasin deb. Oyoqlarni ketib qolmasin deb. Xo'sh, ustoz. Hamda eng oxir qaroringizni chiqamsiz, bo'lmaydigan payt kelib qoldi. Qaysinglarni ap mangay qilib qolgan o'quvchim yana davomliq men bilan billa mushu nur sahnasining o'quvchisi bo'lish sifati bilan yana davomliq dars oladi. Bu kasbni yaxshi ko'rgankan, sevgankan cho'qim mushuning nenni yeyish kerak. Cho'qim bir kuni yeymiz buning nenni. Shundaq-ku o'quvchilarim. Ikkinchi aylanma musobaqaga men bilan billa kiradigan o'quvchimning ismi
xalqarалық dаңlıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotlarni Şinjan Okean xalqaro savdo cheklik shirkati bosh vakolatchiligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkazib va setishdan keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okean shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat andisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sufati alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarning esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari. Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Touri to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan ko'zir programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. Musobaqaga men bilan birga kiradigan o'quvchimning ismi Miradil. Muborak bo'lsin. Qani. Gulnigar. O'zingiz burunmi shu naqsha aytish uslubini sinab boqqanmi? Aytib berasaklarda. Bilesh bilan sinab boqqan shunaqmi? Bugungi shu burunqi sinig'ingiz bilan shu Nurnisa Abbas ustozimiz tarbiyalab chiqqandan keyin, ko'rsatma bergandan keyinki bugungi shu o'rinlagan naqshingiz qanday bir taraflarda o'xshamasliklar bo'ldi ekan? Undaq his qilsangiz. Men o'zimniki milliy ovozimda naqsha aytmoqli hozir 2 yilcha bo'lib qoldi. 2 yil mobaynida Yevropa ovoz tarbiyalandim. Endi bu naqshni o'rganish jarayonida o'xshamagan qiyinchiliklarga uchirdim. Bular şivi jihatdan qishqa shivim bek kuchli o'g'ashqa. Haqiqatan qizlandim. Jiq izlanib baxtim. Ustozim nurg'unlagan ko'rsatmalarni badi masalan talaffuz ilish jihatda, ohang jihatlarda shundaqmi? Xo'sh, ana qolsa bugunmi intayin yaxshi bo'lgan bir natijaga erishdingiz desak bo'lamdi sizningcha? Erishdim. Erishdingiz, shundaqmi? Ana qolsa hamda ustozingizga, ekran oldidagi tomoshabinlarga shundaqlar, naq maydondagi tomoshabinlarga deydigan qanday bir yurak so'zingiz bor? Avval Nurnisa ustozga, Dilshod Ava Muslim ustozga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat. Andan? Yana meni bir cho'nqigan, o'qitgan hozir qadar. Ota-onamga chin qalbimdan tashakkur aytaman. Rahmat, rahmat. Balkim ota-onangizmi ekran oldida sizning bugungi ifodangizni ko'rgandan keyin yig'lab o'ltirib xushallik yeshi bu. Xushallik yeshi ilkida shu sizning shunday natijalarni yaratganingizni, shunday bugungi kunda intay chiroyli bo'lib, sog'lom bo'lib o'sib yetilganingizni intay xushal bo'layotgan bo'lishi mumkin, shundaqmi? Unda qolsa keyin biz yana sizni kutamiz. İpek Yol Sadasi programmasining darvosi sizga mangu ochiq. Qanday qolsa ustozingiz bilan xo'shlashing. Nigar Mahmudning iqin suvdek suzik ovozi va klassik asar Junonni taqdim qilganiga rahmat. Sizning texmi esil naqshlar bilan sahnamizga qaytib kelishingizni qarshi olamiz. Diyarimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biotexnik taraqqiyot shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programmamizda mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan mehri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Şinjan Ixbar Biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta programmamizga qatnashgan mahirlarimiz, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, ular bo'lsa 1-chi darajaga erishgan mahirimizning Kamran Buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirimizning diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida Soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizning har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Şinjan Ixbar Biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Şinjan Mo'tivar xalqaro savdo cheklik shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Endi sahnamizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa Qur'on naqshi usul o'mikining usulchisi Aynur Sirojiddin bilan Pichan naqshi usul o'mikining naqshchisi Rizvangul Davud.
Nur sahnasidagi eng omaq tatlı o'quvchilarimdan Aynur bilan Rizvan Gulni ikki savodashni bir guruh qildim. Men o'z orzuyim bo'yicha Nur sahnasiga qabul qilindim. Bu guruh kirgandan keyin Nurnisa ustoz bizga har qaysi jihatlardan yaqindan yordamlari bo'ldi. Kasbiy jihatdan nurg'un ta'lim tarbiyalarni berdi. Sahna amroyim Rizvan Gulni e'lon qilgandan keyin xush bo'ldim, chunki Rizvan Gulimiz bilan turlamizda yaxshi o'tdik, tunishatdik. Bu naqshni bilib bo'lgandan keyin hamkorligimiz intayin yaxshi bo'ldi. Bu naqshni cho'qim sahnadami tomoshabinlarning ko'nglini yiqishlik, ustoz rozi bo'lgudek aytib chiqarishimizga ishonchim bor. Bu ikki o'quvchimizningki ovoz tusida ham shundaqla qattiq yumshoqlik jihatda bir-birisidan farqlanib turdi, ham yetarli taraflari, ham o'xshash taraflari bor bo'lganligi uchun ikkisini bir guruh qildim. O'zimizning tanlash bo'yicha Nurisa ustoz bizga islarim ota-onam degan naqshni berdi hamda bu naqshni biz Aynur ishkimiz shu naqshni cho'qim eng yaxshi saviyada ustozimizga hamda ota-onamizga, barliq qarindoshlarimizga sovg'a qilamiz. Men sahndan chiqib qolsammi, hargiz men ishlamayman. Shu islarim ota-onam degan naqshni ishko'ydik ota-onamga, barliq jafokash, mehribon ota-onalarga sunuvag'anim bilan intayin xush bo'lman. Mush ikki o'quvchimningki mush naqshni sahnada eng esil ifodasi bilan shu esil ota-onalarimizga sovg'a qilishini chin ko'nglimdan umid qilaman.
ota-anam, izlerim ota-anam. Isillerim ota-anam, yüreklarim ota-anam. Ular baxtlik bo'lsa, ichilmamdu gullarim. Shundaqmi? To'g'ri dedimmi? Nima degan mazmunli naqsha, nima degan chiroyli naqsha. Xo'sh, unda qolsa Nurnisa Abbas ustoz o'ziga bir qiyin savolni qo'yib qo'ymasdan, boshqa yetakchi ustozlarga intayin qiyin savoldan birini qo'yib qo'ydi. Avval Adila Sidiq ustoz, tavsiyangiz, bahoringiz. Assalomu alaykum, salomlar. Va alaykum assalom. Nihoyatda güzel yezilgan bir melodiyaga, nihoyatda mukammal yezilgan bir she'r. Shundaqla buni asli o'rindo'g'isi Sanvar adam bir esil naqshchi bilan bir nihoyatda nuqsonsiz bir güzel asar o'tirg'i kelibdi. Nurnisa adamninki bu kechligi do'stlikdan boshlanib, esillarim ota-onam degan naqshida to'xtabdi. Demak, bu bir kechiliklar emas, bu bir bizga yushirin holatda bir hikoya aytib berayotgandek his tuyg'uda bo'lyapman hozir. Shundaqla bu ishga umoqsonlimizningki bu naqshni shunchalik tatliq bir-birisi bilan shunchalik moslashgan holda hissiyotli o'qitishi shunchalik mamnun qildi to'rt ustozim deb o'ylayman. Haqiqatan bu guruhdagi sahna amrolami bir-birisidan qilishmag'idek darajada yaxshi naqshchilar ekan. Tavsiyangiz. Tanlashga to'g'ri kelsa, mening tavsiyarim Aynur. Dilshod Roydin ustoz. Ma ikki qiz tang esa bir adam aytayotgandek. O yomon nuqsonsiz chiqyapti. Yolg'iz aytgandilar. Ozroq tang aytgandek emas. Endi ashtaq bo'ldi shu. Masalan, ikki adam, uch adam bir esa degan, "Voh, shundoq yaxshi. Biz birlar naqsh aytganda 3-4 bilan ba'zi yerlar yolg'iz olamizku. Biramdan shu o'pib aytganda ketib, o yolg'iz oldiga vaqtida shundan boshlangandek chataq chiqdi. O'pib aytgandek ayna bo'lmaydi ekan. Boshqa bir tuyg'u bo'ldi. Ishqinglar bir adam aytgandek shundoq nuqsonsiz shunday yolg'iz aytgan vaqtida ozroq farqlandi ovozinglar. Yomon chiroyli puroq yaxshi uyg'unishlar teknik ilishgan aylanmalar naqshning shunday yaxshi. Rizvangulning ovozi Aynurnikida yo'g'roq ekan. Chiroyliroq. Aynur naqshni hissiyatliroq ekan. Bu ikkinchisi bir-biridan qilishmaydiganda Nurnisa Abbas xonim men shu Rizvangulni tavsiya qilaman. Rizvangul. Rahmat. Abdulla Abdurahim ustoz. Aynurninki ovoz tushsa ammo Sanvarnikini yaqinga. Bu Aynur aytganda Sanvarning ovoziga o'xshab kelyotdi-da. Shundoq. Andin bor Rizvangul ammo puroq shivalarni aynan elishga tirishyapti. Biroz erkinroq. Bu ijodchisi baribir ililiq qizdi. Shuningga bu naqshida meningcha elining yana shu puroq shivalar bor. Dilshod akam degandek ishlarmi bordu, lekin shundoq. Shunga men ma Rizvangulning naqshida bekrak erkin aytayotganligini, puroq shivalarning to'g'ri elayotganligini ko'zda tutib sizga men shu Rizvangulni tavsiya qildim. Rahmat. Nurnisa Abbas xonim. Esillarim ota-onam nomli Muxtar Bug'ra so'ziga ishlangan Sanvar Tursun hadimiz melodiyasini ishlagan mushu naqshini tomoshabinlarga so'q qilganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlar bu naqshni, bu topshiriqni nihoyat yaxshi o'rinlab keldinglar. Bugun ifodanglar shundoq yaxshi. Jiddiylik bor, nafas ko'tarilib ketib qolgandan keyin shu ovoz muqim tumayotdi. Buni ash dars vaqtidami degan. Hatto sahnalarga shundoq sahnalarni hozirlab bolalarni mushta bo'lib qolmasin deb naqshni aytqizib shunda qildik. Amaliyotda ba'zi ishlar shu taqdirga munosabatlikkancha Adila oldingi aylan musobaqada shundoq degandi. Taqdir peshoniga bog'liq bo'lib qoladi ekan ba'zi ishlar. Ammo yana muhimi tirishchanlikchi. Ishkilinglar o'xshash tirishibsizlar.
ikkalinglarda o'xshash masala bor. Şuna sizlarni shunchalik yaxshi ko'raman. Isillarim ota-onam nomli naqshini o'sha tomoshabinlarimizga sunug'inglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat ustoz. Qo'shimda qilsa azroq qo'yilishadi. Eng oxirgi qaroringiz chiqib bo'lg'ich bo'lganlikda. Aynur, sizning kasbingiz naqshchilik emas-a? Usulchi. Unda qolsa siz shu usulchilik qilib turib ancha-muncha o'yinlarni qo'yib turamsiz, naqsha aytib turib. İdarelarda bazı vaqtlarda cho'ng tipdagi yoki kichik tipdagi o'yinlar bo'lib qolsa, naqshlarga ham qatnashtirdi. İdare rahbarligining ham posat berib, naqsh aytishlarga ham qatnashtirdi. Qarmoq shundoq jiddiylashyapsiz hozir, hech nima bo'lmaydi. Unda qolsa, mushu jarayonda sizning shu masalan musobaqalarga qatnashgan bir mundaq sarguzashtlaringiz bormi? Kichik vaqtlarimda qatnashgan. 2002-yili o'ttir boshlang'ich maktablarda o'tkazilgan shahar bo'yicha musobaqa, naqsh aytish musobaqasida birinchi bo'lgan. 2003-yili Bolaga javob berish kerak. Молодец. 2003-yili maktabga usul fakulteti qabul qilingandan keyin naqsh fakultetlar bo'yicha o'tkazilgan naqsh aytish musobaqasida qatnashib 3-chi bo'lgan. Natijangiz shundoq yaxshi. Unda qolsa bugun o'zingizning ifodada shu to'liq ifodalab berdim o'zimning shu naqshida ifodalamoqchi bo'lgan hissiyotimni deb o'ylamsiz? Bugungi ifodam toza bek yaxshi emas, chunki menda bek charchash bek og'ir bo'lib ketdi. Charchash og'ir. Shuning uchun o'zim o'ylagandek namoyon qilib ketolmadim. O'zi salomatligim bek yaxshi emas. Og'ir zukamda ketish sababli o'zim bek namoyon qilib ketdim. Uning ustiga azroq yana jiddiylik bor, shunaqmi? Ammo boyatim o'sha ishkanlarning xuddi Dilshod Raydon ustoz aytganga o'xshash, ishkanlarning ovozi tang chiqoqtil xuddi bir adam naqsh aytayotgandek bizim pastda o'tirib, "Ey, bir adam aytayotganda men naqshini" degandek hissiyotga keltirib qo'ydinglar. Oxirida ayrim aytganda bu sizning o'sha ovozingiz haqiqatan sanu bir adamning o'sha ovoz tusiga yiqilish va turgan shu turoqlaringizdan tortib o'xshab qoldi. Shuna, menimcha bu vaqtda yaxshi bo'ldi ifodangiz, ha? Xo'sh, Rizvongul, kasbiy naqshchi shunaqo. Odatda xizmatinglar haqiqatan bak og'ir, oldirash. Mushunaq musobaqalarga qatnashadigan fursatlar bormi? Fursatimiz bor. Idoradan shundoq qo'llaydi boshlig'imizmi? Kasbdoshlarimiz yaqinda yordam berdi. Shu musobaqaga qatnashishimga ham shu idora rahbarining qo'llab-quvvatlashi bilan qatnashdim. Angldi bilan mushada o'tagan bu suyimli ustozim Nurnisa Abbas xonimga alaydi. Rahmatim bor. Rahmat. Yig'lab ketmaydigansizlar. Siz yig'lasangiz, ustozim yig'latib o'tasiz. Yig'lamaymiz. Xo'sh. O'zi yig'lanib ketib bordi daga. Rang'ash o'tgandalik qizimizdan bir yig'lanib ketdi. Hov, eliqqa biringlar balaninki yangi tug'ilganligini, ha? Shunda bir qiyinsiz Aynur. Ana qiynapamga men amroq degan qaysanglar? Men sizmi? Qiynapsizga amroq. Aşı ata-analarınlarga bizden salam aytinglar qizlarim. Asan emas sizlarga haqiqatan. Xizmatdan, oiladan, bola chaqadan, ota-onalardan, mush xizmatlardan vaqt chiqarib, ama qizlarning xizmati sal aksanikidan sal ko'proq bo'ladi. Talaliq bo'lgandan keyin ota-onalarning xizmatini qildi. Yo'ldishining ota-onasining xizmatini texnik qilgisi keladi. Chunki yaxshi ko'radigan yo'ldishining ota-onasi. Farzand tug'ildi, uning xizmatini qiladi. Aile muşlar qaraydi. Haqiqatan tas. Shuning uchun vaqt chiqarib, sizlar mush musobaqa qatnashganingizning o'zi bir ruh. Bo'pti, endi bu musobaqa muallim birini tanlaydi, ammo sizlar o'zingizlarning shu ro'yidan yolg'iz bu naqsh aytish emas. Bu yerda biz bir ruhni ko'ryapmiz. Biz Uyg'ur ayollarning ruhini ko'ryapmiz. Naqsh aytolmay qolsak ishim bo'lmaydi-ki, biz mushunda o'zimizning onalarimizning hadilerimizden, sınırlarımızdan ruhunu yo'qotmasligimiz kerak. Her ishga shunda keskin, iroda bilan muomala qilishinglarni umid qilamiz. Esilga. Rahmat. Nurnisa Abbas ustoz. Xo'sh. Abdulla Abdurahim ustoz nayt yaxshi so'z qildi ya. Biz naqshi aytolmay qolsaqmi, cho'qim ayollik burchimizni ado qilishimiz kerakligini bizga samimizga sep qo'ydi. Nayt yaxshi gap bo'ldi. Men bu ishga o'quvchimga Sanavar Tursun hadimizni akab berganchu. Akilib taklif qildim. Vaqtining ichidan vaqt chiqarib Sanavar Tursun hadimiz hozir o'qiyotdi. Shu o'qiyotgan bo'lsa-mu taklif qilib
Әкілі bu ішki оқуғычымызға сыңдырдым. Çünkü bu iliqалық ahanglarga yaqınraq болған ijadi ahangçı. Şunun için bu işki birisi turpalıq, işkilisi turpalıq болғанлıq için sыңdırışımız gerek. Ben bu cihetlerden Sanaver Tursun hadimizge Muşu programı arqılıq çoğunqur salımımını yollayman. Teningizga salomatlik, turmushingizga baxt tilayman. Rahmat, ustoz, rahmat. Şunun için Nur sahnesiga ikinci aylanma musobaqa men bilan qo'l tutishib turib, arzu armonlarimizni birga yetkazadigan o'quvchimning ismi bir xil esiltan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha o'tayolmaysiz. Haj Baba pashmatlari. İkinci aylanma musobaqa men bilan qo'l tutishib turib, arzu armonlarimizni birga yetkazadigan o'quvchimning ismi Rizvongul. Muborak olsun. Muborak olsun. Muborak olsun. Yeşil gül bilan qizil gül. Qani, voyaqa. Yeşil gül. Yeşil gül. Qani, Aynur. Mush tapda sizning deydigan nurg'unlagan yurak so'zlaringiz bor deyman. Endi davosingiz bo'ldi. Fursat keldi. Aldı bilen töt ustazga yana bir qatim salomimni yollayman. Nurisa ustaz bizga shunchalik jiq ajrlarni so'ndirdi, shunchalik astoydil bo'ldi, o'zi deganga o'xshash Sanaver ustozga taklif qilib, aka bizga shunchalik ko'ngil bo'ldi. Shuning uchun Nurisa ustozga ko'pdan ko'p tashakkurim bor. Dilshod muallim, Kerem muallimlarga ham ko'pdan ko'p tashakkurim bor. Yana birsiga men eng xush bo'lgan yerim mening orzularimga hammasi yetib bo'ldi. Men bu qatim aylanmada tushib ketgan bo'lsam, ko'nglim qiltilik yerim bo'lmaydi. Oldin qatimliq aylanmada to'rt ustozning menga bergan bahasi bilan ota-onamning ham o'zimning hordiq chiqib bo'lgan. Bu qatimqi programmamga ideyamdan cho'ng tayyorlik bilan keldim. Tushib ketsam, ko'nglim qiltilik yerim emas. Nurg'ulgan bilimlarni oldim. Hatto eng cho'ng bo'lgani Nurisa ustoz bilan ustoz shogirdlik munosabatini o'rnatib oldim. Nurisa ustoz menga mening ustozim. Yana birsiga rahmat ustoz. Yana birsiga mening yana bir arzuim bordi. Ota-onamga har qanday farzandning ota-onasi ulug' isil. Lekin mening ota-onam isillarning isili. Mush vaqtlik bizga shunchalik chin ko'ngildan aqidasini berib, ilham uchilimizni talaqi qilib bo'lganmiz. Mush vaqtlik yana bizning o'timizni, kuyib suyimizni eqib, shunchalik bizga yaxshiliklarni hazırlab, shunchalik quvvatidi. Men ota-onamga mush program orqali ko'pdan ko'p tashakkurimni bildiraman. Rahmat. Ata-Allah salomat bo'lsin. Aynur, men bir narsani sizdan so'ray. Siz shu opash bilan dadashqa men sizlarni suyman degan nechilik vaqt oldi? Deb baxmadim. 100 turan deb baxmadim. 100 turan deb baxmadingiz. Mana fursatingiz yana keldi. Apa, dada, men sizlarni suyman. Qani. Apa, ata, men sizlarni suyman. Biz uchun ko'p jafo tortdinglar. Rahmat sizlarga. Rahmat. To'g'ri, muhabbat ichidili bildigan emas, izhor qilishga muhtoj bir narsa, shunaqmi? Doim degidek o'zimizning muhabbatimizni ifodalab turishimiz kerak. Minnatdorligimizni bildirishimiz kerak, to'g'ri. Bo'ldi. Mening opam muzik o'qituvchisi. Hattoki mening naqshiga qiziqishimga opam turtki bo'lgan. Kichigimdan opamning tarbiyasida cho'ng bo'ldimda, opamni Amina muallim esa turpanda tunmaydigan yo'q. Ayni vaqtlarda mushundaq sahnalar bo'lgan bo'lsa, opamni cho'qim bir chaqnagan yulduz bo'ladi. Men opamning o'rnida, opamning nomida sahnaga chiqdimda, opamning izini besib, men opam bo'lgan bo'lsa, cho'qim sahnaning cho'lpani bo'lgan bo'ladi. Opamning umidini aqlayolmay qoldim, lekin ota-onam cho'qim mendan ashta bo'lsin rozi bo'ldi deb o'ylayman. Albatta. Qani. Baş. Ota-onalarimiz madhiyaga mangu loyiqdir. Ota-onalarimiz uchun naqshlarimizni va haqiqiy sadoqatimizni bildiraylik. Aynur Sirajiddinga oq yo'l bo'lsin. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, mana Nur sahnasining sinoq bosqichi mush yerda oxirlashdi. Keyingi son ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.
İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası.